Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana Hurmat akamizning go'shxonasiga keldik. Bugun ham mana Xudo xolasa va'da qilingan o'gitchalarimiz keldi. Mana ikkinchi o'gitchamiz bo'ladi. Ertang Xitoy mol bozoriga so'yiladi. Hurmat aka, obunachilarga salom yo'llaying. Mana sifatli go'sht bo'lsa kelaverasizlar. Ana Xudo xolasa mazali go'shtga kelaverasizlar. Ertang Xitoy mol bozoriga so'yiladi. Butun O'zbekiston ahliga assalomu alaykum, musofirdagilarga sog'lik salomatchilik tilaymiz, ishlarini omad tilaymiz. Mazali go'shtga kelaverasizlar. Bugun 18-oktyabr, haftaning 6-kuni. Ertang Xitoy mol bozoriga so'yiladi. Mazali go'shtga taklif etamiz. Xudo xolasa. Greenford Beligalovka o'gitchamiz bu. 700 kilo plus minus mal. Mazali go'shtga kelaverasizlar. Ertang taklif etamiz. Emudariyallar Podishkada bo'lamiz. Amudariya, Namuna mahalla, Xitoy, Kiko'pir, O'zbekiston, Parsiz go'shtga taklif etamiz. Hurmatli yurtdoshlar, Podishka qilib turasizlar degan umiddamiz. Videoning tarqalishini o'z hissangizni qo'shib qo'yasizlar degan umiddamiz. Ana hammaga sog'lik salomatchilik tilaymiz.